Assalomu alaykum. İyi, kaldı. Avazbek, tuzuymisan? Siz, rahmat. Hadi, qo'lim oching. Yaxshimisiz? Ha, ko'p ish qildim men. Avazoxon, meni hozirgacha mana bir kam 76 ga kirdim. To'kurmaydi. Nimaga? 381 urgan. Shundan keyin 220 230 ni ko'taraman. Boshida bir urib olar ekan. O'zingni bo'sh qo'yib turasan. Keyin urmay qo'yar ekan. Nima kulasan? Kulgili gap bu. Devaram tengi odam o'zi kuladi. Mana keyin kenguru boqdim. Kenguru. Avstraliyadan olib keldim kenguru. Hisori kenguru. Hisori kenguru olib keldim. Bir Kenguru ham hisorisi bo'lar ekan. 9 oyda bir ham ko'payadi. 9 ta, 11 ta tug'adi. O'zini ezib olmasa ko'p tug'adi. Farosat yo'q, qanday keldi. Ko'paytirdim buni. Juda yaxshi. Endi erkalashib bir-birini yetishadi. Bundan keyin ko'rsapalay boqdim. Nima kulasan? Ha, yo'q, ko'rshapalak. Ko'rsapalay boqdim. Ha, ko'rsapalay boqdim. Ko'rsapalak ko'radimi sizni? Yo'q, ko'rmaydi. U konditsioner. Konditsioner yo'q. Mana uyda konditsioner qilyapti. O'sha 650 xonadonga shu 220 ta ko'rsapalada qamaysan. 2 soat ushlab turasan. Shu oynaga o'zi termilib qoladi, chiqarib olib. Bitta ochasan, shu 2 daqiqada chiqadi. Ana undan keyin 2,5 soatni o'zida lekin qonni to'q kirgizib bo'lmas ekan. Hamma bo'lmas ekan. Undan keyin nima boqdim, toshbaqa boqdim. Toshbaqa boqdim, u yaxshi narsa emas ekan. Nimaga? Masalan, uxlayotganingda shu kuldirgichini kelib o'par ekan. Yaxshi xijolat. Nimaga aynan kuldirgich? Keyin eshik boqdim, kulrang eshik. $750 oldim, kulrang eshik. Jabaqova. Men uni otga qo'shdim. Ana undan keyin zebra tug'ilsa bo'ladimi? Palasasi endi haligi bunaqasiga emas, belayin bo'ladi. Mana hozir xudoga shukr $1250 dan belayin bo'ladi. Uni mana hozir ko'paytirdim. Xitoyliklar olyapti. Perivalga olib chiqaman, 15 kun, 20 kunda yana olib kelaman. Xitoyliklar olyaptimi? Ha, yo'q, o'zimizkilar ham xaridor olib bor. Aramas ekan. Dodlamaydi. Boringlar o'zi. Boshqa bering. Hozir borasizlarmi? Nima boraylikmi? Telefonlashamiz. Shunaqa odamlar ham bor. Bo'ladi.